14-bob. U kunlarda Hazreti Ayso to'g'risidagi xabarni anglagan Hirotxon qo'l ostidagilarga bu odam cho'mildirguchi Yahyo bo'lsa kerak. U cho'qim o'limdan tirilibdi. Uning favqulodda qudratlarga ega bo'lganligining sababi ana shu, dedi. Hirotning bundoq deyishining sababi u o'gay oksi Filipning ayoli Herodiyani tortib olganda, u ayolning talbi bilan Yahyoni tutqun qilib, zindonga tashlagan edi. Chunki Yahyo Hirotga akangning ayolini tortib olishing Tavrat qonuniga xilofdir deb kelgan edi. Hirot shu sababdan Yahyoni o'ldirmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, biroq xalqdan qo'rqqan edi. Chunki xalq Yahyoni payg'ambar deb qaraydi. Hirotning tug'ilgan kuni ayoli Herodiyaning burunqi erdan bo'lgan qizi o'ttirg'i chiqib, usul o'ynab berdi. Bu Hirotga shundoq yoqdiki, qizga nima tilisa, shuni berishga qasam qildi. Qiz onasining kuchkurtishi bilan darhol cho'mildirguchi Yahyoning kolsini elib, bir taxsiga qo'yib akiling, dedi. Hirotxon buningga o'ng'aysizlangan bo'lsa-mu, mehmonlarning oldida qilgan qasimi tufaylidan bu talabni o'rindashni buyurdi. Odam avatib, zindonda Yahyo payg'ambarning kolsini oldi. Bir taxsiga qo'yilgan kolla qizning oldiga elib kelindi. Qiz buni onasining oldiga apadi. Yahyoning shogirdlari berib, jasadni dafn qildi. Ondan Hazreti Aysoga ahvolni xabar qildi. Hazreti Ayso bu xabarni anglab, xilvat bir joyga o'zi yolg'iz ketish uchun kemaga o'tirib, u yerdan ayrildi. Buningdan xabar topgan xalq atrofdagi yezlardan kelishib, uning kaynidan piyoda mangdi. Hazreti Ayso kemadan tushganida nurg'un odamlarni ko'rdi va ularga ichi og'ritib, ularning kasallarini saqaytdi. Kashqurun shogirdlari Hazreti Aysoning yeniga kelib, bu xilvat bir joy ekan, vaqtmi bir yerga berib qoldi. Xaloyiqni taqtivatgan bo'lsangiz, ular kentlarga berib, o'zlariga tomoq setib olsin, dedi. Ularning taqab ketishning hojati yo'q. Ularga o'zinglar tomoq beringlar, dedi Hazreti Ayso. Shogirdlar, bizda 5 non bilan 2 dona beltdan boshqa hech narsa yo'q, deyishdi. Ularni menga elib kelinglar, dedi Hazreti Ayso. U xaloyiqni chimliqning ustida o'ltirishga buyurgandan keyin 5 non bilan 2 beltni qo'liga elib, osmonga qarab, Xudoga shukr etdi. Ondan nonlarni o'shtib, shogirdlarga berdi. Ular ko'pchilikka taqatdi. Hammaylar yeb, to'ydi. Shogirdlar eshib qolgan pochlarni liq 12 sevatga yig'ib oldi. Tomoq yeganlarning soni ayollar va bolalarni hisobga olmaganda 5000 kishi edi. Bunun kaynidilla Hazreti Ayso shogirdlarining kemiga o'tirib, ko'lning qarshi qirg'iga o'zidan avval o'tishni buyurdi. Bu orada o'zi xaloyiqni tarqitib Ularni tarqitib keyin Hazreti Ayso duo tilovat qilish uchun o'zi tanho toqqa chiqdi. Kashtin u yerda yolg'iz qoldi. Bu chog'da kemi qirg'oqdan xeli uzoqda, to'lqinlar ichida choy qilib, tasta ilgilayotdi. Chunki qarshi tarafdan shamol chiqyotdi. Tong etishga oz qolganda, Hazreti Ayso ko'lning ustida mengib, shogirdlari tarafga keldi. Shogirdlar uning ko'lning ustida mengib kelayotganini ko'rib, vahimaga tushdi. U bir alvasti, deyishib, qo'rqib, chuqon silishib ketdi. Lekin Hazreti Ayso darhol ularga, "Xotirjam bo'linglar, bu men, qo'rqmanglar", dedi. Petrus buningga javoban, "Ey Rabbim, agar bu siz bo'lsangiz, suv ustida mengib, yeningizga berishimga amr qiling", dedi. "Kel", dedi Hazreti Ayso. Petrus kemadan tushib, suv ustida Hazreti Ayso qarab mangdi. Lekin qattiq chiqayotgan bo'ronni ko'rib qo'rqdi va suvga cho'kishga boshlaganda, "Rabbim, meni qutqizib olg'aysiz", deb vaqirdi. Hazreti Ayso darhol qo'lni uzatib, uni tutib oldi va uningga, "Ey ishonchi ojiz, nemishqa gumon qilding?"
Ular kemiga chiqqanda shamol to'xtadi. Shogirdlari Hazrati Aysoga sajda qilib, "Siz haqiqatan Xudoning o'g'li ekansiz", deyishdi. Ular ko'lning qarshi tarafiga o'tib, Ginasar degan yerda quruqliqqa chiqdi. U yerning xalqi Hazrati Aysoni tonib, atrofdagi joylarga xabar avatdi. Kishilar bemorlarning hammasini uning oldiga elib kelib, Hazrati Aysodan bemorlarning hech bo'lmaganda uning tonining peshiga bo'lsa-mu, qo'lini taksib ilishiga ruxsat qilishini so'rab, yolvuratdi. Uningga qo'lini taksibganlarning hammasi saqaydi.